Tushunmadim. Kim bo'ldi bu? Bilmadim. Hey! Bu yerga kirishga ruxsating bormi? Kimdan ruxsat so'rashim kerak? Bu pitakka ishlashing uchun akamga to'la to'lashing kerak. Qayerda yozib qo'yilgan saniki deb? Tushunmadim, meni sansilayapsanmi sen? Sen otang tengi odamni sansirayapsanmi? Bu joy menga tegishli. Otamga til tekkizma. Sanga bir tiyindan pul to'lamayman. Joying o'zingga siylov. Hey, birorta begonani qo'ymalaring. Dadasi ishga ketyapman, olib borib qo'yasizmi? Yo'q. Mashinamni gazi tugagan. O'zing ketaver. Xo'p, unda o'zim taksi chaqirib ketarman. Tushunmadim. Nima deding? Qanaqa taksi? Nima? 5 oy Rossiyadaligimda taksichilar nomerini olib yuradigan bo'ldingmi? Bu nima deganingiz? Qanaqa taksichi nomerini olaman? Bu firmaning to'talik raqami. Har tomonlama xavfsiz va qulay bo'lgani uchun shuni chaqiraman. Keyin boshqa taksidaga o'xshab ortiqcha savol berib bezovta qilmaydi. Uzr onasi. Seni ham xafa qilib qo'ydim. Ketaversam bo'ladimi? Boraver. Xo'p, yaxshi o'tiring. To'xta. Firmaning raqamini nechi deding? Aka, bir narsani to'g'ri tushuning. Mashinangiz yili eskirgan. Texnik ko'rikdan ham o'tkazmagansiz. Buning ustiga gaz ballonni sinov muddati ham tugagan. Bilasizmi? Biz uchun eng muhimi mijozlarimizning xavfsizligi. Ha, aka, ish bo'lyaptimi? Rahmat aka. Hamma ishlarim yaxshi. Buyurtmalar o'z vaqtida bo'lyapti. Faqat kecha menga ortiqcha pul to'labsizlar. Hammasidan xabarim bor aka. Bu pul sizniki. Mijozlar buyurtma bekor qilganiga haydovchi aybdor emas. Omadingizni bersin ham. Rahmat aka. Yo'q, taksida shunaqa qulaylik bormi? Meni ishga oling. Ikkita shogirdim ham bor. Sizni uyaltirib qo'ymaymiz. Mashinangizni yanglab keling. Albatta ishga olamiz. Xo'p. Sog' bo'ling. Ha aka. Hech kim davlat to'lamayaptimi deyman?